Mana jonimning eng sevimli shirinliklari bu Napoleon. Shuning uchun Napoleon tayyorlashga hech qachon erinmayman. Lekin siz Napoleon tayyorlashga erinadigan bo'lsangiz, oson usulini soatlab kutishingiz ham shart bo'lmagan retsept bilan bo'lishaman. Un bilan muzdek margarinni urvoqlab oldim. Manda fishka margarini. Margarinni foiziga ahamiyatli bo'ling, 72% ligidan tayyorladim. Muzdek suvga tuxum sarig'i, uksus solib yaxshilab aralashtirib, urvoqli massaga qo'shib, qo'lga yopishqoqroq xamir holatiga keltirib, zo'lachalarga bo'lib, xolodilnikka tindirishga qo'yamiz. Xolodilnikda xamirimiz biroz dam olgandan so'ng esa zo'lachalarimizni birin-kezinlikda yupqa yoyib, bir xil tekislikda chiqishini xohlasangiz, dumaloq qolipda foydalanib kesib olasiz va o'rta qizib turgan duxovka bag'riga jo'natasiz. Shu tartibda hamma ko'rishlarni pishirib olasiz. Krem uchun sariyog'ni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib xona haroratida obdon yumshatasiz. Yumshagan sariyog'imizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan molokoni solib, venchik yordamida yaxshilab bir-biriga aralashtirib yuborasiz. Endi esa ko'rishlarimizni birin-ketinlik bilan kremga to'yintirasiz. Chetidan chiqqanlarni maydalab ustiga sepamiz. Qarsildoq Napoleonimiz tayyor. Bu Napoleonni men ota-onam uchun olib bordim va duolarini oldim. Sizni ota-onangizga qaysi shirinlik turi yoqadi, kommentariyalarda yozib qoldiring.